hech kim qilmagan ishlarni qilasan, ne chempion bo'lasan. Mana bu o'rik mag'izdan chiqayotgan halodni ajin, bunichi umidjon, mazasini ko'rdinglar, qanaqangi dahshat. Hech qanaqangi yoqimsiz bir achchiq yo'q, bir tag'ir hidi yo'q. Mana shu yerga eng chempion mashhur yog'larni qo'ydik. Do'konda bir 50 dan oshiq, 50 xildan oshiq yog'larimiz bor-a. Mana bu o'rik yog'ini halodni ajin, ichiga 4 dona zafaron qo'yilgan holatda buni 2 tomchi limon bilan ichiladi. Limon nimaga degan? Sababi ko'p odam yog' icholmayman, ichgandan keyin ozgina ijoka bo'laman deydi-ku uchun. O'shaning uchun buni mana shu holatda ichiladi. B17 vitamin faqat o'rik mag'izda xomida bor ekan. Nafaqat bu ham shirinida, achchig'ida emas ekan. Juda ham go'zal mazasi. Yog'larni qarang mana, qora sedana, ha, uchun. Mana bu rastorovsha. Bu o'rik yog'i. Bu o'sha mashhur amarant yog'i. Mana zaytun Qur'onda nozil bo'lgan. Mana bu qora sedana bilan zaytun. Mana o'sha qovoq yog'i, o'zimizda halodni ajin. Endi qaram uchun yana men senga bitta savol beraman. Tabiiy narsalarni insonchi kasallikdan tuzalsa bo'ladimi? Faqat tuzalsa bo'ladi, balkim bo'lajak bularning ortidan keladigan kasalliklarni oldini olsa bo'ladi. Sababi ximikatlarda yo'q, darmon mana shularda bor. Zafaron bilan o'rik yog'ini ichganda foydasi nimaga? Zafaron bilan o'rik yog'i shunaqa hodisa beradiki, hozir ko'p Instagramda yoki internet tarmoqlarida munozara borda o'rik mag'izi bilan. Sababi tabobatda o'rik mag'izi juda ham odamlarga xalaqit beradigan yashashiga kasalliklarga shifo deyiladi. Tibbiyotda buni aksi deyiladi aslida. Lekin Ibn Sinoning kitoblarida o'rik mag'iz haqida juda ko'plab ma'lumotlar borki, o'rik mag'izdagi mana shu B17 tanadagi hujayralardagi erkin radikallardan himoya qiladi. Ya'ni antioksidant deyiladi. Bu narsa kerak bo'lsa og'ir hujayralar shikastlanishida himoya qiladi bu o'rik mag'izi. Buni tavsiya qilamiz. Mana sovuq holda shirin tog'ni pishgan o'rik mag'izdan chaqib o'zimiz tayyorlaymiz, apparatda sovuq press bilan chiqaramiz bu narsani. Buni o'zlaring bunday maydalab olib yesa ham bo'ladi, faqat yog'ini ichib yoki-da qayerdan olaman deyish shart emas. Hozirda mana bu sotayotgan yog'laring uchun ko'p odam masalan maza qilyapti, joni kiryapti. Ko'p odam masalan tromblari ochilib ketyapti, davlinalardan xolis bo'lyapti, ich qotishlardan xolis bo'lyapti. Ayniqsa rakiviy kasalliklarda masalan mana shu kardiyopatni gapirdik-ku uchun immunitet eng pik ko'p chiqadi. O'sha marhon qurchamiz. Mana shundan bitta soq qo'yginda. Amarant yog'iga solamizmi? Amarant yog'iga emas, o'rik mag'izni yog'iga solasan uchun. Bismillah. Zafaron bilan shuni ivit qo'yiladi. Bular kamida bir hafta turadi, nastoyka bo'ladi. Ko'p odam nastoyka degandalik spirtga deydi-ku, yo'q. Mana shu yog'iga ozgina zafaron bilan kardiyopatni ivit qo'ysin. Shuni bir choy qoshiqdan ichib yursin, o'sha normasida, ancha-muncha kasalliklar ustidan yengib o'tib ketadi. Xudo xolisa. Allohning izni bilan avvalo bu yog'larimiz hammasi foyda. Ayniqsa 14 kun qorong'i joyda bitta kardiseps bilan yarim metr bu o'rikni mag'zini yog'ini saqlab qo'yganingizdan keyin har kuni ertalab bir choy qoshiqdan ichganingizda sizni tanangizdagi juda ham kutilmagan o'zgarishlar, ya'niki ijobiy ta'sirga ega hodisalar yuzaga keladi. Haqiqatda idishchalarni ham zo'r qilib boplabsan, yog'larni hammasini teribsan, bularni endi bitta-bitta ichim uchun o'zing. Xudo xolasa endi bularning eng yoqqani mana shu amarant yog'i, sababi yurakni juda ham yaxshi tozalab beradi, yurak qon tomir tizimida. Bir choy qoshiqdan yuragida trombi borlar, masalan qon tomiridagi bismillah. Yanasi. Juda ham kuchli yuragida mana bu sanchib og'rishlar, tiqilishlar, xullas sizni hayotingizga xalaqit qilayotgan yurak kasalliklarida bunga yetadigani yo'q amarant yog'iga. Undan tashqari mana shu erkakning quvvati bo'lmish qovoq urug'ini yog'i. Bu yog'ni ikkinchi yuragimizga foydali. Limon bilan erta tongda va kechqurun uxlashda ichinglar. Qavziyatdan muammo bormi? Tez peshobga chiqyapsizmi? Undan tashqari buyrakdagi tuzlardagi kristallardagi muammolar bormi? Hammasini yaxshilab beradi. Aka, buni qarang. Bu haqiqiy rastorovsha yog'i. Bu rastorovsha yog'i ichganingizdan keyin jigaringiz to'laqonli o'ziga keladi. Mana shu shishadek yarqiroq ko'zga tashlangan yuzingizda ayon bo'ladi, hattoki jigaringiz tozaligi. Bu yog'lar hazil uchun juda katta kasalliklarga foydali, juda zo'r effekt beradi narsa. Hali ham ko'p odam qadriga yetmaydi. Mana shu qora sedananing yog'ini o'sha subuhda turib, mana hozirgi 3 ta azon chaqiryapti bomdodga. Ana shu masalan 3 ta turib, mana shundan bir choy qoshiq ichib, bemalol keyin o'sha ertalab zavtragini qismda odam maza qiladi. Bu juda ham kuchli narsalar. Bularni faqat olib ichishingizni tavsiya qilamiz. Masalan, kim uchun kelib bizlarga olish shart emas. Qayerda bo'lsa ham halodni ajimlarni olib ichib maza qiling. Mana bu odamlar o'sha grijalardan yaxshi bo'lyapti. Yurolmaganlar yuryapti. Infarkt, insult alomati borlarga ham qon suyultiruvchi, tromblarni ochuvchi eng zo'r mahsulotlarni beryapmiz. Baraka top, Alloh rozi bo'lsin uchun yana o'qib, o'rgan, to'xtab qolma. Biz bu narsalarni internet platformalarga olib chiqishimizdan maqsad hamma insonni tabiiylikka qaytarish, ya'niki kasal bo'lishdan oldin
oldini olish. Mana shu qora sedanani ham 3 holatda ichish mumkin ekan. 3 dan 5 gacha bo'lgan muddatda butun tanadagi immunitetni rag'batlantirish uchun 5 dan 7 gacha oshqozon osti bezi, masalan, diabet bilan og'riganlar uchun yana ham ishlatadi oshqozon osti bezini. 7 dan 9 gacha bo'lgan bo'lsa, insonlarning ichagini tozalash uchun ichilar ekan. Qarang, bitta yog'ni 3 xil soat vaqtida ichsangiz, har xil ta'sirga ega bo'lar ekan. Bu narsalarni biz olib chiqishimizdan maqsad muhimi biz qiymatini bilamiz. Tashrif buyuring, tushuntirish berib o'tamiz inshaalloh. Sababi sizning sog'ligingiz, bizning boyligimiz. Eng zo'r mashhur mahsulotlarni olmoqchi bo'lsangiz, sifatiga kafolat beramiz. Xudo xohlasa. Qo'rqmasdan kelib oling. Inshaalloh narx-navo bo'yicha uyalib qolmaymiz. Bizlarning do'kon Toshkent shahar Chilonzor Qatortolob Tuy bozor 9-10 do'kon kelasiz. Master Soft kanalini kuzatib boring. Doim sizga yangilik qilishdan to'xtab qolmaymiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xudo xohlasa inshaalloh yana zo'r yangiliklarimiz bor. Uning uchun ertadan qo'yamiz. Yana kuzatib borsa ko'rishaveradi hammasi. Albatta.